juda ham zo'r bo'ladi. Juda ham zo'r bo'ladi, ishonavering. Qo'limizda hozir mana o'sha ekspertiza xulosasi chiqqan. Bu narsani o'zingizda ham bor, bu narsani o'zingiz ham ko'rdingiz. Endi men sizga ikkalamiz ham koreys tilini tushunmaymiz, lekin bu narsani albatta tahlil qilib chiqdik, ko'rdik. Ichida juda ham ko'p narsalar bor. Xudo xolasa kayfiyatingizni tushirmang, Feruz aka. Juda ham zo'r bo'ladi. Boshingizdan nima o'tyapti? Mana shu 2-3 oy davomida hammasidan xabarim bor. Xalq bilmagan narsalar bor bu yerda. Xalq bilgan narsalar bor. Ikkalamizning oramizdagi gaplar bor bu yerda. Hammasini his etib turibman. Hech qachon yig'lamang. Naborot siz bilan bizni juda ham kuchli bo'lishimiz kerak. Juda ham kuchli bo'lishimiz kerak. Aslida Nozimani bu vafoti juda ham ko'pchilikni asl yuzini ochib qo'ydi. Yaqin insonlarimizdan yonimizda kimlar qoldi, kimlar ketdi, kimlar sotilib ketdi. Bu yo'lda men sizga shu boshda aytgan edim, biz buni ko'pchilik aytganman. O'sha o'zimizning oramizdagi ishtirokchi odamlarga. Biz bitta avtobusda ketyapmiz. Ya'ni men rulda ketyapman, siz yonimda o'tirib ketyapsiz, biz avtobusni boshqarib ketyapmiz. Orqada yo'lovchilar. U bizga yordam berayotgan odamlar. Xohlagan inson o'zini ostanovkasida tushib qoladi. Mana shu kungacha juda ham ko'p odamlar o'zini ostanovkasida tushib qoldi. Manzilni, lekin eng oxirgi o'sha konechkasi deydi. Eng oxirgi manzilga kimlar bizlar bilan yetib boradi, kimlar yetib bormaydi, mana ko'rdik. Kimlar bizga sotqinlik qilib ketdi, kimlar xoinlik qilib ketdi, oramizdagi bo'lgan insonlar. Pulga sotilib ketgan insonlar, vijdonini sotgan insonlar bo'ldi, hattoki bizlar bilan yelkama-yelka haligacha turgan insonlar bor. Biz hech qaysini unutmaymiz. Albatta bu narsalarni ham oxirida chiroyli qilib yetkazib qo'yamiz. Buni endi ayrim insonlar tushundi, ayrim insonlar tushunmadi. O'zimiz uchun bildik, kim do'st, kim dushman. Nozima bizga juda ham katta bir saboq qilib ketdi, katta bir dars bo'lib ketdi. Xo'p, agar bizning kuzatuvchilarimiz ekran zapis qilishayotgan bo'lsa, juda ham yaxshi. Bu narsani bemalol tarqatishiga biz rozimiz, hech qanaqangi e'tirozimiz yo'q. Adashmasam Feruz opamning ham bu narsaga umuman e'tirozlari yo'q. Bemalol ijtimoiy tarmoqlarda, chunki boshqa bir blogerlar bor, bizga mana hozir ham yozishyapti. Tarqatsak bo'ladimi mana buni Instagramdagi boshqa akkauntlarga o'zimizga qo'ymoqchi edik deb, bemalol hech qanaqangi e'tirozlarimiz yo'q. O'zingizlar bilib qo'yaveringlar bu narsalarni, biz zamiz faqat. Xo'p, bo'lmasa boshlaymizmi, Feruz opa? Boshlaymiz. Hozir siz bitta oldin suv ichib oling. Bitta suv ichib olamiz deydi-ku. Rahmat. Ichdim. Xo'p. Feruz opa, bo'lmasa bir ikkita savollarim bor. Shu savollardan sekin boshlaymiz. Birinchi, esingizda bo'lsa, boshida nechinchi chisloda siz Koreyaga borgan edingiz, ya'ni sizni politsiya chaqirgan edi. Sud media ekspertiza xulosasini berish uchun, to'g'rimi? 13-aprel kuni uchib keldim, 14-da politsiyaga kirdim. 14-da politsiyaga kirdingiz, to'g'rimi? Hop, o'sha politsiyaga kirganingizda keling, yaxshisi bitta viza masalalariga ham oydinlik berib o'tib ketaylik, chunki ayrim bir o'zidan advokat olgan insonlar men yuborganman, hamma narsani men hal qilganman degan shunaqangi da'volar ham keldi-da. Sizni o'zi bu yoqqa kelishingizga eng asosiy o'zini hissasini qo'shgan inson va siz qanaqa qilib bu yoqqa kirib keldingiz? U kim? Men o'zi bu yoqqa kirib kelishimga birinchi menga Gavhar degan advokatman deb Gavhar degan bir ayol приглашение jo'natdi. Men yordam qilaman sizga dedi. Uning dokumentlarini olib, u aytgan firmaga olib borib topshirdim. Topshirganimdan keyin bir hafta o'tdi, ikkinchi hafta o'tyapti, jim telefon qilib o'sha qizdan so'raganimda, "Opa, vizangiz отказ bo'ldi, vizangiz chiqmas ekan" deb aytdi. Nega chiqmas ekan dedim, "O'zingiz bilar ekansiz" dedi. "O'zingiz bilar ekansiz" degandan keyin xayolimga sirazi o'sha Nozimani 12ta seriyasini chiqargan odam keldi xayolimga, chunki o'sha gapdan viza topshirishimdan 2-3 kun oldin ular menga telefon qilishib, odam qo'yib, o'rtaga telefon qilib, dalil uzib tashlasang, vizangni bir kunda chiqarib beraman degan ma'noda qo'ng'iroq kelgan edi. Men yo'q deb javob bergandim. Ular menga yordam beraman, olib ketamiz, o'zimiz ko'rsatamiz, hattoki qotilni ham o'zimiz topib beramiz. Qotilni ham o'zimiz topib beramiz deyishganmi?
degan zapislari bor. Demak, qotil borligini o'ziga ham bilishgan o'sha paytda, to'g'rimi? Qotilni o'zimiz yordam o'rtarog'ida berib, qotil yo'q deyishyapti. o'zimiz topib beramiz, o'zimiz yordam qilamiz, vizaga ham, yo'l kiraga ham, hamma rasxotiga ham hammasini o'zimiz qilib beramiz. Faqat bitta anaqamiz dalil o'zini oradan olib tashlaysan degan. Men ko'nmaganman bu narsaga. Shuning uchun meni vizamni отказ qilishgan. Men tashqi ishlardagi oila va xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qildim ariza bilan. Ular meni arizamni o'rganib chiqib, yordam qilishlarini aytib, menga 2 kun o'tib, 3-kuniga menga viza chiqarib berishdi, topshirganimdan keyin. Demak, O'zbekiston sizga yordam berdi. O'zbekiston yordam berdi, xotin-qizlar qo'mitasi yordam berdi menga. Tashqi ishlar vazirligi xotin-qizlar qo'mitasi, tushunarli. Kattakon rahmat bu savollaringiz, javoblaringiz uchun. Hop, endi o'sha mana siz keldingiz. Men o'zim nima uchun sekin uzoqroqdan olib kelyapman? Sababi hozir bu qo'limizdagi bu ekspertiza xulosasini insonlarga tushuntirish. Mana hozir o'zingizdan hali bu yerda eshitmagan gaplaringiz bor-da, o'sha narsalarni bitta tushuntirish uchun bitta oldingi eski narsalarni bir eslab o'tishimiz kerak. Ya'ni sizga hozir ikkita ekspertiza xulosasi ko'rsatildi, to'g'rimi? Ya'ni sud med ekspertiza xulosasi ikkita bo'lyapti. Hop, birinchi boshida o'sha politsiya sizni chaqirdi, adashmasam sana 14 edi yoki 15 edi. 14 edi, aha. Hop, kirganingizda mana oldingizda переводчик bo'ldi, tarjimon bo'ldi va hokazo. O'sha yerda ekspertlar bo'ldi, politsiyalar bo'ldi, Koreyani politsiyasi, ya'ni sizga nimalarni ko'rsatishdi, erta nimalar bo'ldi? Men o'ylaymanki, menimcha endi hamma narsani ochiq, oydin aytish kerak deb o'ylayman. Feruza opa, shunaqangi narsalar bor. O'sha siz bilan o'zimiz gaplashganimizda o'sha qatidadir ko'rgan qonimiz, esingizda bo'lsa, shu oqib kelyotdi qon. Ana o'sha joylarni ham menimcha aytishimiz kerak deb o'ylayman. Agar yo'q, men bu narsani aytmayman deydigan bo'lsangiz, mayli, bu narsa sirligicha qoladi. Aytamiz, hammasini ochiqchasiga. Va'da berganman, ekspertiza javobi chiqsa, men hammaga ko'rsataman deb aytaman, hammaga bor haqiqatni deb va'da berganman xalqimga. Hamma narsani boricha aytamiz, to'g'risi. Rahmat. Bo'lmasa boshladik. Demak, siz politsiyaga, ya'ni Koreya politsiyasining o'sha Pyeongtaek politsiyasi binosiga kirdingiz. Sizga ertaga politsiya va ekspertlar sizga nimalarni ko'rsatishdi? Kirdim, ular menga birinchi bo'lib bergan savolim ularga ekspertiza natijasi tayyormi deb savol berdim. Tayyor dedi. Menga berasizlarmi degan savolni berdim. Beramiz dedi. Hozir berasizlarmi dedim. Ha, hozir beramiz, faqat sizni avval tanishtirib o'taylik deyishdi. Men tanishtira boshlashdi, yaxshi dedim. Tanishtirishdi. O'sha yerda biz tomonidan 7 ta odam, ular tomonidan ham 7-8 ta odam, 14-15 ta odam bo'lib o'tirdik hammamiz. Monitorni yoqishdi. Rasmlarni bir chetdan ko'rsata boshlashdi. Birinchi ko'rsatgan rasmlari qizimni больницаdan o'sha morgga olib chiqqanlarmi yoki o'sha больницаdanmi boyagi yotgan joyida o'lgan paytidagi rasmlarni ko'rsatib borishdi. Rasmlar tanalari juda ham oppoq edi, hech qanaqa dog' izlari yo'q edi, tana jarohatlari yo'q edi hech qayerda. Faqatgina bo'yin sohasida mana bunaqa joyda mana shundagina avetgacha iz bor edi bo'ldi. Bu tomonida yoki tepaga yo pastga hech qayerga ketgan iz emas edi, faqat mana shunday. Mana shu yergacha. Salgina qon talash bu tomonida, salgina qon talash bu tomonida, boshqa hech qanaqa jarohat yo'q edi badanda. Qo'llarida-chi? Ya'ni ikkita bilagida ikkita leykoplaster yoptirib qo'yilgan edi, hech qanaqa jarohat yo'q. Juda ham oppoq tanani ko'rsatishdi menga. Men hayron bo'ldim. Bu yerda bu yotibdi dedim. Bizdagi rasmlar, unda biz ko'rgan, ko'zimiz bilan bolamni ko'rganimiz qayerda qoldi bo'lmasa degan narsaga ikkilanishlar bo'ldi, hayron qoldim. Chunki men eshitishim bo'yicha ham, bilishim bo'yicha ham odam o'lgandan keyin qanaqadir minutlardan keyin tanada nima bo'lsa o'sha bo'yicha qotadi. Undan keyin tekkan, o'lgandan keyin tekkan udarlar u tanaga ta'sir qilmaydi deb eshitganman-da. Shunaqa o'lgan odamda o'sha ko'karishlar bo'lmaydi, to'g'ri. Ha, shu bo'yicha ikkilanish bo'ldi, albatta. Keyin oyoq tomonini ko'rsatganda oyog'i juda kir edi, oyoqlarini kirligi ya'ni ko'rinib turgan edi. Haqiqatan ham kir edi oyog'i. Men
hayron bo'lib qaradim. Oyoqlari nega kir deb so'raganimda, ko'tarib chiqishayotganda yerga oyog'ini tegizib olgan deyapti, lekin u talabga javob beradigan javob bo'lgani yo'q, chunki Koreyada yashaydiganlar ko'pchiligi biladi, judayam toza shahar. Mana o'zim ham ko'ryapman, hattoki chang yo'q barglarida, daraxt barglarida. Siz o'sha rasmlarni ko'rsatdingizmi? Ya'ni o'sha yerdagi ekspertlarga salla menga bu rasmni ko'rsatyapsizlar, lekin meni qo'limda mana bunaqangi rasmlar bor. Ko'rsatdim, rasmdan chiqardim, ko'rsatdim. Nima dedi ular? Ko'rsatgan paytimda ular tan olishmadi. Bunaqa jarohatlar bizga javob bermaydi. Biz buni qayerdan oldingiz dedi. Men ona bo'lib turib, o'zim ko'zim bilan ko'rib, o'zim olganman. Xohlasanglar videolarni ham ko'rsatib beraman deganimda, ular yo'q, biz bu narsalarga ishonmaymiz. Bizda bu narsa yo'q degan javobni berishdi. Demak, ular bir-biriga sapadachi qilmagan, to'g'rimi? Orqa tomonida ham qon oqib turgan, qon qotib qolgan izlari bor edi, bunday orqa tomonni ko'rsatgan paytida. Endi o'sha joyga menimcha endi ozgina tushuncha berib o'tib ketishimiz kerak. O'sha boyga aytgan gapim, menimcha shu narsani xalq bilish kerak deb endi o'z aytaman deganligingiz uchun ozgina tushuncha berib to'xtalib ketib qolaman. Endi u orqadagi qon deganda misol buyoqdagi qonmi yoki beldagi qonmi odamlar tushunishi uchun. Past tomonda, orqa tomonida, past tomonida sondan sal teparoqda edi u narsa. O'sha yerda qon. Demak, ikki yonboshi, ya'ni shu qo'l qiladigan nimada yonboshi orasida qon ko'rgansiz. Xo'p, tushunarli. Menimcha uni ko'pchilik juda tushundi. Xo'p, endi nima uchun o'zi bu narsalarni savollarni berib o'tib ketdimmi? Odamlar tushunishi uchun. Demak, bu narsalarni boshida hech qaysi ekspert, hech qaysi politsiya bu narsani tan olmagan. Ya'ni bizning qo'limizdagi videolarni, to'g'rimi? Lekin biz bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda o'rtoqlar juda ham keng muhokama qildik, juda ham katta shuv-shuvlarga sabab bo'ldi. Va biz Koreyagacha yetib bordik. Ya'ni o'sha Koreya ham ko'rdi bu narsalarni olib chiqib o'tganimizni, internetda rosa aylanyapti, politsiyani o'zi hattoki o'sha detektiv Ulzigan kanaliga obuna bo'lganligini shaxsan o'zimizning ko'zimiz bilan ko'rdik. Chunki bizning aytgan odamimiz bu yerga tarjima qilib berganda politsiyani o'zi aytdi-ku. Bu narsalar jiddiy tus olganligini ko'rib, hozirgi kunda sizga endi bir tomondan yaxshi xabar, ekspertizani qaytadan yozishgan. Yangi ekspertiza xulosasi, lekin jasad O'zbekistonda, lekin o'sha narsani yozishdi. Lekin hozir mana siz o'zingiz aytasiz, shu ko'rsatilgan. Ya'ni rasmlarni ko'rsatgansiz-ku, Nozimani. Jasadlar ko'kargan tan jarohatlarini boshida tan olishmagan edi. Endi hozirgi bu sud-medika ekspertiza xulosasida umuman boshqa gaplar yozilgan. Agarda tayyorman deydigan bo'lsangiz, har bittasini o'qib sizga bu yerdagi hammaga tushuntirib beraman. Tayyormisiz? Kayfiyatingizni tushirmang. Hammasi joyida, hammasi juda ham zo'r. Xo'p. Marhumaning yashash joyi xonasidagi turma tortmasi ichidan marhuma tomonidan o'zbek tilida yozilgan xat topilgan. Ya'ni hozir men bu narsani ham odamlarga bitta eslatib o'tish uchun rasmni ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Marhamat. Mana bu rasm. Menimcha buni hamma eslasa kerak. Xuddi shu haqida gap bu yerda ketyapti. Marhumaning yashash joyining xonasida o'sha turma tortmasining ichida marhuma tomonidan o'zbek tilida yozilgan xat topilgan deyilyapti. Endi qarang. Bu joyga juda ham qattiq e'tibor berishingiz kerak va hamma bu narsaga e'tibor berish kerak. Marhumaning do'stining aytishicha, ushbu xat mazmuni Sherzod sababli o'z jonimga qasd qilyapman degan ma'noda bo'ldi. deb sud-tibbiy ekspertizasi shu narsani beta tasdiqlayapti. Endi betiga e'tirozni qarang. O'zi aslida ekspertizani nimaligini oldin tushunib olishimiz kerak. Ekspertiza xulosasi o'zi nima? Misol uchun, mana ikkalamizning mashinamiz bor. Ikkalamiz mashinamizni urib oldik. Nimadir bo'ldi, bir-birimizga to'qnashib keldik, urib oldik. Endi o'zimizga hech narsa qilmadi, tushdik. Kapot g'ijim bo'lib yotibdi, amallab ochdikda, qaryapmiz.
motor ketibdi, shvellari ketibdi, oporniy diska ketibdi, yokida kolodkalar ham ketib qolibdi, amortizator ketibdi. Bizni taxmin qilamiz, to'g'rimi? Bu narsani. Ishi nima ketganini, пример. Lekin haqiqiy ustasi, haqiqiy ekspert keladi-da, u narsani ko'radi. Yo, mana bu joyi singan, u aniqlik kiritadi u narsaga, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yerda aniqlik yo'q. Ya'ni bu yerda Nozima ushbu xatni yozganmi yokida yozmaganmi, buni ekspertni aniqlash kerak edi. Unaqa narsa qilmagan. Bularni gapini qarang. Marhumaning do'stining aytishicha, uni gapi bilan u nima desa, ha bo'ldi deb o'sha bo'yicha yozib qo'ygan bu yerda. Uni o'zi ekspert o'zi tarjima qilish kerak edi u narsani. O'zi tarjimon topib, buni narsani notarialni tasdiqlatib, haqiqatda shu ma'noni anglatishini, u do'stini gapiga ishonish kerak emas edi-da. Balki yerda Sherzod emas, boshqa ism yozilgandir. Ana o'sha narsalarni tasdiqlamagan. Ya'ni bu narsa juda ham sust qilingan. Sud ekspertizasida bu narsa aniqlik kiritilmagan. Birovni gapiga ishonib yozib qo'yishgan. Bular o'ylayaptiki, O'zbekistondagi odamlar juda ham bir sodda, qo'pol qilib aytganda, ahmoq deb o'yladimi, bular bizlarni bilmadik. Lekin sud ekspertiza xulosasi umuman bunaqa bo'lmaydi. Endi bu yerda sud ekspertiza xulosasida boshqa narsalar ham yozib kiritilgan, endi ichki organlar ham bu yerda kiritilgan. Xo'p, demak, Dabib so'rasam, o'sha daftarni ko'rsatib beryapti, lekin uni yozilganini ekspertiza kim tomonidan yozilganlari aniq chiqmaganda. U chiqishi kerak ekspertizada. U kim tomonidan yozilgan, uni kim yozgan, uni ichida nima deb yozganligi tasdiqlanmagan. Misol, men ham ayta olaman-da sizga. To'g'rimi? Misol, men bunaqa narsa yozdi desam, misol uchun men ingliz tilini bilaman, siz misol ingliz tilini bilmaysiz. Ingliz tili so'zni ko'rsatib olasiz. Bu yerda mana bunaqa narsa yozilgan desam, o'sha narsani tasdiqlovchi narsa bo'lishi kerak-da. Kim bo'lib bu ekspertiza xulosasi. Mayli, xo'p. Bundan o'tdik. Keyingisi endi asosiy sud tibbiy topilmalariga kelamiz. Xo'p, bu yerda aytilyapti. Ya'ni qizi bo'yini qarang, e'tibor beramiz. Bo'yi taxminan 1.72 sm. Tana vazni esa taxminan 65 kilogramm deb yozgan. Birinchidan, sud ekspertizasi hech qachon taxminan deyilmaydi bunaqa narsalarda. O'zbekistondagi bizani ekspertlarimiz juda ham zo'r ishlaydi. Mana misol uchun, mana shu qo'limdagi ruchka, mana shu ruchkani men hozir qo'limda santimetrim yo'q. Men buni bilmayman, men taxmin qilishim mumkin. Mana shu bir 12 santimetrli, 10 santimetrli bo'lsa kerak, men buni taxmin qilaman. Lekin ekspert bu narsani o'lchab, klinikada o'lchaydi, ana keyin aniq aytadi. 12 santimetr 2 millimetr deb aniq tinig'ini qo'yib aytadi. Bu yerda hattoki sizni qizingizni bo'yini ham taxmin qilishyapti. Bu degani, o'zingiz uchun biling, men bu narsaga 100% emas, 500% garantiya beraman, qizingizni bo'yini o'lchashmagan. Shunchaki bizga ko'rsatayotgan bu narsalar o'sha avjiga olib chiqib ketgandan keyin bular o'sha narsani bilib qolib, yana bitta kiritishda bular majbur bo'ldi. Lekin taxminan deyapti. Qizingiz bo'yi necha edi? 1.76. 1.76, to'g'rimi? Bu aniq bo'yi. Lekin bu yerda 1.72 deyapti. Uni o'lchamagandan ham shu narsani bilsa bo'ladi. 1.72 taxminan deb o'zi ta'minlayapti. Endi tana vazni taxminan 65 kilogramm deyapti. Buni ham taxmin qilyapti. Bulardan biz aniq bitta narsani tushunishimiz mumkinki, bu yerda ekspertlar ishlamagan. jonim 62 edi. 62. U vez xatdan qo'shilib qoldi. Inson bir kunda 3 kilo ovqat yemasa kerak. Xo'p. Xo'p, keyingisi. Endi lablarni ekspertiza qilishgan. Lab shilliq qavatida alohida holat ko'rilmadi. Hech qanaqangi tan jarohati ko'rilmadi. Nomer 2 va 5 ta foto mavjud deb fotolarni taqdim qilmagan. Lekin 5 ta foto bor. Endi siz boshida agar esingizda bo'lsa, shu kirganingizda lablarni ko'rsatganingizda, yo'q, bu narsa bizda umuman yo'q deyapti, to'g'rimi? Mana bu yerda aytayaptiki, bu yerda xuddi shu narsani aytayapti. Lab shilliq qavatida alohida holat jarohatlar topilmadi deyapti. Endi siz endi odamlarga aniq bir fakt bo'lishi uchun biz faqat dalil bilan gapiramiz. Marhamat. Labini ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Jarohat bor.
Ekspertlar bu o'ziga yozishgan. Xo'p, endi bu yerda xavotir olmang, kayfiyatingizni tushirmang. Bu yerda siz zo'r yangiliklar bor, xudo xohlasa. Xo'p, endi bu yerda yozyapti, qarang. Bo'yin qismidagi tan jarohatlarini yozyapti. Bo'yinning old qismida kengligi taxminan deyapti. Yana taxminan qo'yapti. 2,5 santimetr bo'lgan iyak uchidan taxminan yana 8 santimetr pastdan o'tadi deyapti. Izlarni nazarda tutyapti. Bu ham hali taxminan. Chunki ular bu narsalarni o'lchamagan. O'zbekistonda bo'lganida bu narsalarni santimetr emas, millimetrni ham o'lchaydi. Har bitta. Misol uchun, ko'zi rangi, soch bo'lsa sochi uzunligi, ustida nima kiyim kiygan bo'lsa nima kiyim va u material qanaqa. Misol villuri bo'ladimi, u boshqa material bo'ladimi? Hamma narsaning hisobini oladi u O'zbekistonda. Bo'ladi unaqa narsa, hammasi taxminan. Hop, bo'yinning chap tomonidan iz bor deyapti. Oz xiralashadi deyapti. Keyingi to есть kengligi deyapti. Kengligi taxminan 2,5 santimetr. Bu yoqdagi, bu yoqdagi o'tyapti, chap tomoniga. 2,5 santimetr deyapti. U ham quloqdan taxminan 7,5 santimetr pastda deyapti. Bularning hammasi faqat taxminan deb o'tib ketilgan. Bu eng muhim joylar emas. Men sizga tushuntirib berishga o'tib ketaman. Hop, yana bitta joyda yozganki, bu yoq qismida ozgina maymog'ida ham bo'lgan izini 1,5 santimetr, 1,8 santimetr hammasi faqatgina taxminlar asosida bo'ladi. Lekin 11 ta foto bor deb ilova qilamiz deyapti. Lekin bu yerda umuman ilova qilinmagan rasmlar. Shu qatorda ayrim rasmlar, foto suratlar va sud ekspertiza xulosasini bir qismini bermaymiz. Ya'ni bu tergov siri deb aytishgan, u qismini berish niyatligi yo'q, lekin eng asosiy muhim qismini aytishdi. Bizga unisini keyin o'zimiz nima qilamiz. Xo'p, to'sh suyagi sohasiga mana endi shu joyga e'tibor qarating. Hamma obunachilar shu joyga qattiq e'tibor qaratinglar. To'sh suyagi sohasida doira shakldagi bosilish izi va ko'karish bor. To'sh suyagi. Dumaloq ko'kargan